Dostlar, sizlar rentgen nurining nima ekanligini chuqur bilasizlar. U odam badanining ichki qurilmalarini yoritib beradigan bir xil g'ayri nur. Halbuki u yana buningdan 80 necha yil burun Germaniyaning bir universitetida ishlagan doktorning ismi. Doktor rentgen bir kuni butun zehnini yig'ib ovoz tembiri nuri ustida tajriba etib beryapti. Endi bo'ldi. Voy-ey. Nima oldu? Oh. Voy-ey. Ajab o'tirdi. Voy-ey. Nima qilamiz? Shundoq renglik gap qilamsiz? Oh. Odam aran tasdiq Kechirsan, men ullik gap qilib sening uyqungga ta'sir yetkazibdi menda. Xafa bo'lma. Mening bellarim uyushib qopti. Mani yine, buni yesang achchig'ing inib qoladi. Hali. Qo'saqni to'xlagandan keyin albatta sayliga chiqish kerak. Chashqan apandi olchanlagan holda doktorning tajribaxonasidan chiqib ketdi. Ammo uning keyin doktorning dong chiqarishida halqiliq bir arbob bo'lib qolishi kimning xayoliga kelsin? Nima? Bu qanday narsa endi? Bo'ldi, qo'llashmanglar. Acab og'ridi. Bu qanchalik og'riqdi? Men kelib bana yordamlasha, ha? Jim tur. Hergiz midir ba, ha? Jim tur. Rastlı sümekni kögülü buladigan emasmi? Men katta nurni bayqitdim-mi nima? Shundoq gap. Voy, men qanday qilay endi? Çiğingizni demlab qo'ydi. Nima qilyapsiz? Nimachi qo'rqib ketdingiz? Bo'lmadi. Undan odamning bedenida teshbut ishidagi narsalarni yo'rta olaydi ekan. Nima deydigansiz? Men chaqchaq qilyapmayman, ishonmasangiz qo'lingizni oyoq qo'yib beqing bo'lmasa. Shundaqmi? Rostlayapsiz? Siz qo'y bir ishlanbek oshirib so'zlaydigan odam. Ko'zingizni yeching. Sog'misiz? Ko'zingizni yeching. Odamni qo'rqatmang. Ya Allah. Nimanda qo'rqinchli nur bu? Doktor rentgenning qo'rqib chiroyi sag'rib ketdi. U olim bo'lg'achqa noiti ehtiyotchan odam edi. Shunga u odamning ichki organizmga o'tadigan nurni bayqagandan keyin biray qo'rqinchli ish qilib qo'ygan o'xshayman deb o'z-o'zidan qattiq beram bo'ldi. Bo'lmabdi. Hammasini so'ngakku bu. Qutqizinglar. Odam bormi? Doktor, hammani ko'rgansan? Sen nima odam? Men sening ishingdagi shayton. Sen shaytonmi? To'g'ri, men sening yuragingning eng ojiz yerida. Kela, kemmamsan. Yaxshi, bundan keyin men sana savoq beraman. Sen meni nima qilmoqchi? Sen qilmaydigan ishni qilib solding. Ko'rishga bo'lmaydigan narsani ko'rib olding. O tasaddufiy bo'lib qolgan ish. Ağzını yum. Adamның bedeniga faqat biz shaytonlik kiralaydiq. Bedenning ichidagi narsalarni faqat bizni ko'ralaydiq. Endi uni sen ko'rib olding. Doktor, sen tayyorlig'ini qilg'ach tur.
yordam qilaman deb qilgan ish emas. Men xapıma. Quruq gap, sen bizga o'xshash ish qilib qo'yding. Shu bugundan boshlab sen bizga sherik bo'lasan. To'g'ri, durust. Sen hozirdan boshlab bizning shaytonlar jamiyatimizga qo'shilasan. Yeng Amron, tura o'rningdan. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Shaytonlar seni qarshi olamiz. Yo'q, yo'q. Qo'shilmasam qo'shilasan. Bu biz shaytonlar jamiyatining qoidasi. Yo'q. Meni qutqizinglar. Men shayton bo'lmayman. Men qilmayman, endi qilmayman. Bir qo'shiq qinimdan kechinglar. Men shayton bo'lmayman. Meni kechiringlar. Men shayton Vaqt qirma. Bir oz kishida soni bo'ladi. Bu murosim badaningda butunlay suyak qolganda oxirlashidi. Voy jon, nima deganisiz? Men kuyib ketdim. Meni kechiringlar. Bir qo'shiq qinimdan kechinglar, unda qilmanglar. Men tush ko'ryapman-da. Doktor Rentigin xiyolga cho'mdi. U o'zi bayqagan bu g'ayri nurni qandoq bartaraf qilishni uqmayotdi. Bo'ldilar, hammani tashlaydi. Tajriba uskunlarimni buni chekib o'tay. Shu chog'da kallam aram topamiki. Qarasini, qovlashmanglar desam unmaysizlar. Obdan bo'ldim endi. Abla, butun zaxmliqdimi nima? Mana ishni ko'ring endi. Nari zaxmlandiganda buning? Aras. Eliq nur bilan ko'r paqaychi. To'xta. Men tekshirib paqay. Birdam jim turib tur, qo'rqma. Og'irtmayman, jim tur, Oh, sunga sunib emasmi? Shunda qattiq og'irgan nima? To'g'ri, musha shuka. Qandaq, endi o'rnidan turib menga baqay qani, Xili yaxshimi, Bo'ldi endi, ammo bir necha kungacha mangmay tursang bo'ladi-da. Bo'ladi. Endi o bir aram alaman, To'g'ri, u narsani endi o'qdim. U tushuniksiz nurni insonlar uchun ishlatkili bo'ladi ekan u. To'g'ri. Yashson! Bu odam elishib qoldimi? Nima? Shu kuni kechda Doktor, men seni endi hargiz qochirib qo'ymayman. Sen bizning oramizga kirgan. Shayton efendimisiz. Ya'ni kapsizda, endi men sizdan qo'rqmayman. O nurg'un insonlarga nait obdan asqatadi ekan. Uqdingizmi? Shayton efendi. Nima deding? Ya'ni o odamning ichki organizmini aynan ko'rsatib beradigan nur. Uqdingmi? Odamlar o'zidagi ichki zaxmlanish va ichki kasalliklarga mush nurni yo'rsilar, kasallik mana deb ko'rinadi. Hamda bunga qarab davolash choralarini mo tep chiqalaydi. Ammo bunda qilish sizlar shaytonlarning qo'linglardan kelmaydi. Biz butunlay mag'lub bo'ldikmi? Bo'linglar, ichimdan darhol chiqib ketinglar. Bo'ldi, hozir chiqib ketamiz. Biz sening ishingda endi turmaymiz. Men endi hargiz qo'rqmayman. Bu nurni bayqaganimning hech nar xato emas ekan. keyin bu g'ayri nur doktorning ismi bilan atilib, tibobatchilik sanoati va boshqa sohalarda keng qo'llandi. Shuning bilan doktor Rentigin bu ulug' natijani qo'lga keltirganligi bilan tunji qatimliq Nobel fizika mukofotiga erishdi.
1863-yili Amerikada janub-shimol urushi nihoyat keskin davom qilyotdi. Shu yil 2-oyda Amerikaning shu vaqtdagi zo'ngtongi Abraham Lincoln o'g'lini yo'qlab bo'lgandan keyin Peyton bilan Oqsaroyga qaytib ketyotdi. Nima ish bu? To'xtanglar. Jangdan qochgan askar etiladi. Bu shu chog'dagi harbiy qo'shinning belgilamasi edi. Janobi Zontong, ijro qilsak bo'lamdi. Biz shimoliy qo'shin jafoliq jang qilyapsak, bu abla qo'rqib qechmayapti. Odamlar har xil bo'ladi. Ba'zilar irodalik, ba'zilar irodasiz bo'ladi. Bizning davlatimiz mana shunday odamlarning yig'indisidan tashkil qilingan. Onunga mundaq muomala qilishga bo'lmaydi. Xo'p. James emas, janobi Zontongga ehtirom bildirmay nima qarab tursa? Onun qizini sebek o'rlab ketibdi. Apirib mening doktorimga davolatdinglar. Oqsaroyning doktori Jimni davoladi. Uni hech kim qo'rqitmadi. Qandaq? Xeyli yaxshi qoldimi? Bu bala nihoyat tatlı uxladi. Bechora. O yana urushni o'ylayotdi. Jim, men daldiraxlarning chosildab ko'yotgan ovozini olsamla, burun qishlar esimga keladi. Bu nihoyat uzun bo'lgan ish. Lincoln bir qo'riqda tug'ilgan. U 10 yoshligidan tortib dadasiga yordamlashardi. Ba'zida herib ballari og'rib ketsa-mu, hargiz bo'shab qolmaydi. U chaqlarda men uchun biror kitobni oyrat kelib o'qish nihoyat xo'shallanarli ish edi. Ammo bu yilg'ida kitob vala ko'p emas edi. Ba'zida kitob oyrat etish uchun nihoyat yiroq joylarga berishga to'g'ri keladi. Bir kitobni bir necha qitim o'qib chiqatdim. Bir narsa yozsam, kitobni yod qilib olib, shu bo'yicha yozatdim. Bu nurg'un yillardan burqi ishlar. Jim, qani yurtingiz to'g'riliq so'zlab emamsiz? Yo'q, bo'lmaydi. Mening o ishlarni asligim yo'q. Douglas Zontong, 3-armiyaning mudofaa liniyasi buzib tashlandi. Nima? Dushman qo'shinlari 150 chaqirim yiroqlikda Washingtonga qarab ketyapti. Tom. Jim, obdan uxla. Yaxshi tush ko'ring. Amerika qo'shinlari xavf ostida qolgan bo'lib, Lincolnga hatto 5 minut ko'zni yumalishga fursat qolmagan edi. Janobi Zontong, Jim nihoyatda o'sal nemiki? Bugun soqchilardan o'qishimizcha, Jim qechib ketib etib negerlarga bekodan-beka o'q chiqargan ekan. O negerlarni etibdimi? Bizning Amerika qo'shinlari neger qullarni ozod qilish uchun qon to'kib jang qilyapsa. Jim, shunda qildingizmi? Men negerlarni yomon ko'raman. Negerlar bo'lmagan bo'lsa, bu qo'rqinchli urush bo'lmagan bo'lardi. Jim, bu gapcha biz negerlar Amerikaga kelmasak bo'ldi ekanda. Bu negerlar Afrikadan qul qilinib, Amerika qit'asiga olib kelingan edi. Lincoln bu vahshiy qulluq tizimini jazman bekor qilish kerak deb o'tirib qo'ygan. Buni shimol qo'llagan, janub bo'lsa uning qarshi chiqqan. Mana bu janub-shimol urushining portlash sababi edi. Jim, siz tushunishingizz kerak. Negerlarni ozod qilish biz insonlarning burchimiz. Ey Jim, mam, men seni quruqliq armiya harbiy sot boshqarmasiga topshirib Bunda beraman. qilsangiz bo'lmasmiki? Jim hozir davolanayotgan tursa. Vaqtni bir kechikayni surayli. O mishada bir kechik qonib olsin. Shu kuni kechda Lincoln vaqt chiqarib Jimni yana bir qatim yo'qlab keldi.
Jim, men sizdek chig'imda Indiana shtatida parlament saylimi o'tkazilgan. Men nutq so'zlaganda shu chog'da tunji qitim anglab, buning nihoyatda yaxshi ish ekanligini his qilgan. Shuningdan keyin men bu nutq so'zlab beqishni o'ylagandim. Ko'pchilik, sizlar bilasizlar, bizning Amerika dunyodagi tunji xalq idora qiladigan davlat. Shunga biz podsholar va aqso'klar hukmronligidagi davlatlardan ilg'or o'rinda turishimiz kerak. Bizning amgakchi xalqimiz, ya'ni sizlarga o'xshash oddiy odamlar o'zlarining vakillarini saylam orqali saylab chiqib, davlatimizni shu orqali idora qilishimiz kerak. Bizning davlatimizdek mashhur davlat hozirgi dunyoda faqat birla. Shunga biz xalqning hukumatini har qanday chog'da qo'dishimiz kerak. O mening birinchi qitim nutq so'zlashimdi. Men bularni butunlay kitobdan yodqog'inim bo'yicha so'zlagan. Shu hozirgacha esimdan chiqmaydi. Men hozir yashnab qoldim, lekin mening g'oyam hech qanday o'zgargani yo'q. G'oyig'i mendimi batdi. Ammo uni zambiraklarning o'qi yo'q qildi. Uyim, oilam, g'oyam hammasi yo'q bo'ldi. Dokulat, Janob Zonton, doktorxonaliklarni aytishicha. Yuqumliq kasal. Oxir o'g'lining jinni optida. Jim, sizning oilangizga cho'nqur hissdoshlik bildiraman. Ammo siz shundaqdimi? G'oya va haqiqatda ching turishingiz kerak. Chunki odamda g'oya bo'lmaydi ekan, hayotning hech qanday qimmati bo'lmaydi. G'oyasiz odamlar ojiz odamlar hisoblanadi. Zontonning o'g'li bayam o'lib ketdi. Nima? Zontonning o'g'li doktorxonaga yardolarni hol so'rg'ili beribdi ekan. Baxtga qarshi kasal yuqtiryapti. Jim, Zonton o'zining o'g'lini doktorxonaga berib yo'qlab qo'yib qaytib keldi. Ammo u siz uchun nurg'un boshqa turdi. Shu kuni kechida Jim Oqsaroydan hech kimga tuydirmay chiqib ketdi. Shimoliy qo'shin xatarlik ahvoldan ming taslikda ustunlik o'tdi. Hozir bu yerda bo'layotgan jang Geotsburg jangi edi. Dokulat Janob Zonton. Jimdan xabar nuqtoq. Jimning? U qayerda ekan? Jim ismini o'zgartirib maxfiy piyodalar qismiga qatnashibdi. Keyin Geotsburgdagi jangda mana Maxat jasadning yanchug'idan chiqqan ekan. Qadrli Zonton Lincoln, ben Oqsaroydan ketdim, ammo qochmadim. Menga ishining Jim semiz. Jim, siz haqiqatni tushunibsiz. Hamda haqiqat uchun yosh hayotingizni taqdim qilibsiz. Biz qayg'u ichida davomli ilgirlaymiz. Jim, men bir askar, xalqning hukumatini qo'g'dashni o'zimning birdan-bir g'oyasiga qaraydigan peshqadam askar. 1865-yil 4-oyda Amerikaning janub-shimol urushi oxir shimolni g'alaba qilish bilan oxirlashdi. Amerikadagi qullar ozod qilinib, yashash erkinligiga erishdi. Shu ishlar bo'lib 3 kundan keyin Lincoln janub kuchlari avatgan qotil tarafidan qatl qilindi. Holbuki